Hozir mana old oyog'ini tozalaymiz, keyin mana orqa oyoqlarini ham tozalaymiz, mana ko'rasizlar. Mana shundagi holati 2 qavat, 3 qavat bo'lib ketgan. Agar buni olmasa, molda oyog'iga og'riq ham beradi, yurganda og'riq beradi. Mana o'sib ketgan hisobiga. Mana bunaqa joylariga, oralariga go'nglar mana kirib qoladi, toshlar kirib qoladi. Shundan keyin mana yazva qilib oyog'ini chiritishni boshlaydi. Hozir buni chiroyli qilib tozalaymiz, ko'rasizlar yana. Mana tozalangandagi holati. Bizda disklarimiz ham almazli disk. Bunaqa kamenniy bas. Alyuminiy almazli disk bular, germanskiy. Ombirlarda olmaymiz. Mana shunaqa disklarda molga ham og'riq bermasdan chiroyli qilib tozalaymiz. Mana hozir orqa oyog'ini olamiz. Oyog'i ham xuddi shunaqa mana. Mana ko'rdilaringmi? Hozir buni tozalaymiz, buni ham kichkina qilib chiroyli qilib qo'yamiz. Akamizni 10 yildan oshiq 10 yildan beri men ish faoliyatim Rossiyada ishlayman. Rossiya shahrida, Tyumen, Yekaterinburglarda. Buni qilishimizdan maqsad molda oyog'i og'riganda, ashnaqada chaqirmasdan mana buni har 6 oyda tozalab turilsa, bu molimizni umri ham uzayadi. Endi mana birinchi tug'ishi, buni xudo xolasa 10 ta 20 ta bolasini olsa bo'ladi. Buni oyog'i og'rigandan keyin shunaqa bo'ldi deyishdi, u kech bo'ladi unda. Mana buni yashurdan keyin har 6 oyda shunday tozalansa, mana yarani ham oldi olinadi. Hamma yo'q chiroyli bo'ladi. inshaalloh.